Agar 20 yil oilada olinmagan bo'lsa, u tarbiya 2 soatlik konsertda buzilmaydi. Menimcha bu shaxsiy fikrlar edi. Chunki ilmiy tadqiqotlar allaqachon buni aksini isbotlab bo'lgan. Agar siz o'zingizni o'zbek millati kelajagi uchun qayg'uradigan inson deb hisoblasangiz, iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Marketing va reklama sanoati bor yo'g'i bir necha soniyalik videolar uchun milliardlab dollar sarflaydi. Chunki ular juda yaxshi bilishadi, o'sha qisqagina reklama sizning fikrlaringizni o'zgartira olishini. Endi 2 soatlik konsert esa sizni butun boshli qadriyatlaringizni chilparchin qilib yuborishi mumkin. Ha, chindan ham bitta konsert sizni tarbiyangizni birdaniga buzib yubora olmaydi. Chunki sizning 20 yillik qadriyatlaringiz, xulosalaringiz va tarbiyangiz bor. Lekin keling yana o'sha sehrli matematikaga murojaat qilamiz. Aytaylik, mana bu Y o'qi sizni bexayollikka qarshi himoyangizni ifodalasin, mana bu X o'qi esa ko'ruvlar sonini bildirsin. Bundan kelib chiqadiki, Y teng 100 bo'lingan X. Bu yerda 100 sizni dastlabki bexayollikka qarshi ko'rsatayotgan foizingiz hisoblanadi. Xo'p, siz behayo videoni birinchi marta ko'rdingiz. Ya'ni ko'ruvlar soni 1, X o'qi. Bundan Y teng 100 bo'lingan 1 teng 100 ga. Ya'ni miyangiz birinchi bor bunday behayo videolarga duch kelganda sizni himoya tizimingiz to'liq rad etadi. Demak, biz X o'qidan 1 ni, Y o'qidan esa 100 ni belgilab olamiz. Va mana bu nuqtaga ega bo'lamiz. Endi biz behayo videoni ikkinchi marta ko'rdik. Ya'ni Y teng 100 bo'lingan X ni o'rniga 2 ni qo'yamiz va bizda 50 chiqadi. Va biz Y dan 50 ni, X dan 2 ni belgilab olishimiz kerak. Va biz mana bu nuqtaga ega bo'ldik. Endi biz videoni 3-chi marta ko'rdik. Bundan Y teng 100 bo'lingan 3 teng 33,3. X dan 3 ni, Y dan esa 33,3 ni belgilab olamiz. Endi biz mana bu nuqtaga ega bo'ldik. Ko'rib turibsizki, bizni himoya tizimimiz borgan sari pasayib boryapti. Shunday qilib biz tobora 0 ga yaqinlashib boruvchi mana bunday egri chiziq hosil qilamiz. Ya'ni ko'ruvlar soni ortgani sayin himoya tizimimiz tobora 0 ga yaqinlashib boraveradi. Bora-bora siz bu behayolikni norma deb qabul qila boshlaysiz. Bugun 18+ hazilga kulgan bo'lsak, ertaga bu miyamizga kamlik qiladi. Grafik pastga qarab ketgani sari bizga yanada ochiqroq, yanada iflosroq kontent kerak bo'ladi. Bu xuddi narkomaniyaga o'xshaydi. Tabriklayman. Siz hozirgina matematikada siz qiyin deb o'ylagan giperbolik funksiyalar haqida tushuncha oldingiz. Ha, shunday. Siz aslida matematikani juda yaxshi tushunasiz. Endi menga aytingchi, bizning himoya o'qimiz ayni damda qaysi nuqtada turibdi? Izohlarda albatta yozing. Opam mashhur bo'lishni rosa birovlarni chaynayapti to'g'ri. Deyayotgan do'stlar, qalbingiz shunchalar qotib ketdimi? Axir men farzandlarimizni, kelajagimizni o'ylab gapiryapman-ku. Agar bugun jim tursak, ertaga farzandlarimizning lug'atidan uyat degan so'zni qidirib ham topa olmaymiz. Har safar obuna bo'ling deyish o'zimga ham yoqmaydi. Bu meni obro'yim uchun emas, bizni ovozimiz qanchalik baland bo'lishi uchun juda zarur. Ko'rishlar soni 1,5-2 million, lekin biz endigina 60 mingta bo'ldik. To'g'risi bu videoni butun O'zbekiston ko'rishini xohlardim. Agar loyiq topsangiz, millatimizni qutqarish uchun ham mana shu videoni maksimum darajada tarqatishingizni so'rab qolaman. Har bir yozilgan izoh bu sizning behayolikka qarshi ovozingizdir. Ovoz bering. Siz qaysi tomondasiz? Million jamoasini esa professional ijodkorlar sifatida tan olaman va hurmat qilaman. Faqat behayo mavzularga kamroq murojaat qilishini iltimos qilaman, xolos. Ishonamanki, bu jamoa 18+ mavzularsiz ham bizlarni kuldira oladigan kuchli ijodkorlardan tashkil topgan. Men o'z millatimni sevaman va uning yuksalishi uchun qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Kamchiliklari bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rayman. 18+ mavzulardan qattiq parhez qiling.